pok niyatlilar, sof iymonlilar beqiyos ixlos bilan afsona atalmish tantanalar saroyida jamdir bugun xeyshu aqrabo do'styorlar. Allohim bir yurak yaratdi, ushbu yurakka tilak yaratdi. Ilohim tilagingiz ijobat bo'lsin. Bugungi to'y tomoshalaringiz, yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Va biz sizlarni ana shu oqshom markazida shirin dasturxon yon atrofida ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Sizni bizni mana shunday bir dasturxon yonida to'plagan, jamlagan to'y sohiblarimizga yaxshi kunlar, to'y tomoshalar muborak bo'lsin. Bugun sizlarni qonuniy va shar'iy nikoh to'ylaringiz munosabati bilan barcha ezgu tilaklar, yaxshi niyatlar sizga yo'llanmoqda. Bugun kelin va kuyovlik baxtiga musharraf bo'ldinglar. Ilohim kelgusi yillarda ota-onalik baxtiga musharraf bo'lishlik nasib etsin. Kuyov bola bugun Allohning inayatiyle yangi hayot ostonasiga qadam qo'ymoqdasiz. Qurajak oilangiz hamisha fayizli va chiroyli bo'lsin deymiz. Baxtli bo'ling, baxtingizga aslo yomon ko'zlar tegmasin.